Diqqat qiling. O'zbekistonda dollar yig'ib qo'yganlarga shoshilinch xabar. Dollar kursida bugun katta o'zgarish bo'ldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 15-yanvar kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, rubl kursi 0.41 so'mga pastlab 152.87 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 78.08 so'mga tushib 13.984 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 46.33 so'mga pastlab 12 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda.